o'rmonda bitta joyda adashib qolgan odamga o'xshayman. Ishchi bo'lib ishlab yurgan paytimda ham, biznes ochgan paytimda daromadimni topardim. O'sha instrument hayotimni do и poslega ajratib yubordi. Sababi qancha pul topsam shuncha ishlatardim. Instrumentning ajoyibligini qarang. Bu qiyin emasmi deymizda qilmay qo'yamiz. Sizni marketologlar plyusga boshlashadi. Bersangiz katta ehtimol bilan qaytarib ola olmaysiz. Agar sizga marketologlarning kuchi yetmasa, sizni boshqa oila a'zolaringizga yetadi kuch. Oldin qilmagan kayflarini, mazalarini totgisi kelib qoladi. Mana shu 4 ta tuzoq eng ko'pi qo'limda pul turmasdi-da, tushsa ishlab ketaverardi. Voqeadan bir 3 oymi vaqt o'tib Merska pul yig'a oldim. Plyus pul topgani chali shirin narsa yo'q ekan. Shu narsalarni pul paydo bo'lgandan keyin o'ylashni boshlaysiz-da, tushunishni boshlayapman. Takrorlayman. Buni eshitganman, buni bilaman deydigan odamlar topiladi. Hamma narsa qilib ko'rdim, lekin oylik daromadim $3000 $5000 ga o'tmayapti. Nima qilsam bo'ladi? Shunaqa savol bilan ko'p murojaat qilishadi menga. 2016-yilda xuddi shu holat o'zimda bo'lgan. Men ham ustozlarimdan, yaxshi pul topadigan o'rtoqlarimdan so'rardim-da. Chota men o'rmonda bitta joyda adashib qolgan odamga o'xshayman. Ag'iga olib ko'ryapman, bag'iga olib ko'ryapman, lekin daromadim oshmayapti. Sababi men ishchi bo'lib ishlab yurgan paytimda ham biznes ochgan paytimda daromadimni topardim. Biznesda mas'uliyat 2-3 barobar oshdi. Pastdavshiylar bilan javobgarlik bor, xodimlarga oylik berish bor, shuncha mas'uliyat bor, dam olish kun yo'q. Lekin ishchi bo'lib topib yurgan pulim bilan bir xil pul topyapman. Bu men uchun qanaqadir tushunarsiz holat bo'lgan. Shu savolni hammaga berganman. Lekin tayinli javob topolmaganman. Yillar o'tib bu savolga javobni kitoblar o'qib ko'rdim, ustozlardan so'rab ko'rdim. Yillar o'tib bir inson menga bitta instrumentni o'rgatdi. O'sha instrument hayotimni do и poslega ajratib yubordi. Xuddi shu instrumentni batafsil sizlarga yoritib bermoqchiman. O'zingiz uchun shunaqa foydali videolarni ko'rishni yoqtirsangiz, like bilan podpiskani bosib qo'ying, shunda bizning videolarimiz sizga ko'proq chiqadi. Men uzoq yillar mobaynida o'ylab yurganmanki, qancha odam biznesda yaxshiroq qilsa, ko'proq pul topadi deb o'ylardim. Lekin biznesda ilmi boshqa ekan, pulda ilmi umuman boshqa ekan. Men ikkala narsani qorishtirib o'rganman-da, bitta joyda aylanib yuraverganman. Menimcha ko'pchilikning xatosi ham shunda bo'ladi. Sababi qancha pul topsam shuncha ishlatardim. Odam yaxshiroq yashashni boshlasa, zona komfortasi kengayadi va daromad topish ehtimoliy darajasi oshadi, ko'proq harakat qiladi deb tushunardim. Oldimga katta maqsadlar qo'yardim. Qancha pul topsam shularni erishib yuraverardim. Yillar mobaynida shu holat takrorlangan. Lekin o'sha 3000-5000 topib yurgan paytimda birinchi normalniy bankrotlikka uchrab qarzga kirib ketgan paytimda peshanam o'sha devorga qattiq borib tegan. Shunda menga o'rgatilgan instrumentga amal qilishni boshlaganman. Bu instrument qanaqa edi? $10,000 yig'ib, ishlab topgan pulingdan $10,000 yig'ib, uyga shunchaki foydalanmaslik uchun, tegmaslik uchun qo'yib qo'y. Qanchadir muddat shunchaki shu pul tursin. Instrumentning ajoyibligini qarang. Bu qiyin emasmi deymizda qilmay qo'yamiz. Oyiga ko'p $1000 topayotgan odam ham bu ishni qila oladi, $500 topayotgan odam ham qila oladi, 5000 topayotgan odam juda ham oson qila oladi bu ishda. Nechidir oy vaqt ketadi shu pulni to'plab qo'yishga. Lekin nimagadir osonligi uchunmi bu narsa yokida imkoniyat borligi uchunmi shunchaki qilmaymiz. Men ham necha yillar mobaynida shu instrumentni bilib olganman, lekin foydalanmaganman. Lekin qarzga kirganimdan keyin qarzlarimni uzib bo'lib, aniq shu instrumentni sinab ko'rishni niyat qilganman. Bu 2022-yillarga to'g'ri keladi. Mana necha yil shu savolimga javob oqtardim, lekin 2022-yilga kelibgina shu ishni amalga oshirmoqchi bo'ldim. Yana shu ishni tashab qo'ymay, qilmaslik menga sabab har xil bahonalar topolmay dedimda, bitta ukamiz bilan spor o'ynadik. Kim birinchi bo'lib uyga $10,000 qo'yib qo'yishga. O'zim ham bitta ish qilmoqchi bo'lsam, doim kuchliroq bitta sabab oqtaraman. Men poygani, kim bilandir sporlashni, kim birinchi qilishni yaxshi ko'rganim uchun bitta qadrdonimiz bilan kim birinchi qilamiz shu narsani deb poyga uyushtirdik. Alloh baraka berib, menda osonroq o'xshab qoldi. Tezroq u narsani qildim, lekin u yigit ham kechroq bo'lsa ham o'sha ishni uddasidan chiqdi. Lekin oson emas ekan.
Men bu ishni qilayotganingizda yo'lingizdan chiqadigan to'siqlarni ham aytib beraman hozir. Birinchi to'siq, endi 2-3 ming dollar, 4 ming dollar uyga qo'yganingizda sizni marketologlar plyusga boshlashadi. Shunaqa chiroyli reklamalar chiqadi, nimadirlar sizga yoqib qoladi, emotsiyada nimadirlardir sotib olgingiz keladi. Bu birinchi tuzoq. Doim sizni plyusni marketologlar ovlashadi, esingizdan chiqmasin shu narsa. Mashina olgingiz kelib qoladi variantga, boshini berib uzib olishga, yokida uyga to'lov qilgingiz kelib qoladi. Mana shu marketologlar tuzog'iga tushmang. Ma'lum bir muddat o'zingizga yo'q deng. Bu sizga kelajakda juda katta pullarni egasi bo'lishingizga, sostoyaniyani, kapitalni egasi bo'lishingizga yordam beradi. Men o'zimni shunaqada o'tganman, shuning uchun sizlarga shu gapni aytyapman. Xo'p, ikkinchi tuzoq bu qarz. Sizdan qarz so'rashadi. Qarz berishlik juda ham yaxshi ish. Men qarz berishdan qaytarmayman. Lekin siz shu yo'lga kirgan bo'lsangiz, ma'lum bir muddat yo'q deya olishingiz kerak. Nimaga yo'q deya olishingiz kerak? Tushuntiraman. Mana hozir odamlarga kichkina miqyosda yordam beralyapsiz. Ertaga juda kattaroq miqyosda yordam berishingiz mumkin. Birinchi bo'lib o'zingizga yordam bering, keyin qolganlarga kattaroq miqyosda yordam berasiz. Qarz bersangiz, katta ehtimol bilan qaytarib ola olmaysiz. Men bergan qarzlarimning 70-80% ni ola olmayman, to'g'risi. Juda ko'p odam kommentariyada yozib qoldiringlar. Juda ko'p odam qarz beradi, bersa kechib berish kerak darajaga yetib bo'lganmizda, ko'pchilik qaytarmaydi. Ikkinchi tuzoq bu qarz. Yo'lini toping, o'zingizga jiddiy qaror qabul qiling. Agar qarz so'rashadigan bo'lsa, bermaslik yo'lini toping. Bu pulni aynan bu puldan bermang, uyga qo'ygan pulingizdan. Boshqa puldan mayli qarz bersangiz, agar ko'ngilchang bo'lsangiz, yo'q deya olmasangiz, boshqa pulingizdan bering qarzni. Yokida bitta odam kelib 2000 dollar qarz berib turing desa, 100 dollar bering, 200 dollar bering, imkoniyatim shunga yetadi, qaytarmasang ham roziman deb bering. Mana shu narsa shu zo'r case bo'ladi. Ko'pchilik tanishlarim ham shundan foydalanishadi. Bu ikkinchi tuzoq, qarz. Pulingiz borligini bilishdimi, sizni pulingizga aniq boshlanadi. Bu ikkinchi qarz. Uchinchisi, imkoni bo'lsa bu ishni qilayotganingizni ma'lum vaqt oilangizdgilar bilmasin. Oilada doim har xil holat bo'ladi. Uyda remont qilish kerak. Uyga azaldan nimadir olinish kerak bo'ladi, o'sha narsani olish kerak. Oila a'zolaringizda kimgadir o'sha pulda ehtiyoj paydo bo'ladi. Agar sizga marketologlarning kuchi yetmasa, sizni boshqa oila a'zolaringizga yetadi kuch. Chunki pul ularniki emas. Ular ishlab topmagan, lekin o'sha pulda xaridori boshqa oila a'zolaringizdan bittasi bo'lishi mumkin. Men qarshimanmi? Yo'q, qarshi emasman. Eng birinchi yaxshilikni oila a'zolariga qilish kerak. Men shu narsani tarafdoriman. Lekin siz bu yo'lga kirdingizmi, oxiriga yetishingiz uchun, o'sha oila a'zolaringizga ko'proq xursandchilik ulashishingiz uchun, ko'proq yaxshilik qilishingiz uchun bu instrumentni oxiriga yetib borishingiz kerak. Uchinchi tuzoq, oila a'zolaringiz bu pulga xaridor bo'lishi mumkin. Shuning uchun ma'lum vaqt bu pulni to'playotganingizni hech kimga aytmang. To'rtinchi tuzoq bu nafs. Odamda ozgina pul ko'paysa, oldin qilmagan ishlarini qilgisi kelib qoladi. Oldin qilmagan kayflarini, mazalarini totgisi kelib qoladi. Shu paytgacha pul topardingiz, lekin to'plamasdingiz. Tasavvur qiling, endi to'planib qoldi. Sizga bironta taklif tushsa, отказ qilish qiyinlashib qoladi. Yokida agar bironta qiz bilan tanishib qoladigan bo'lsangiz, oldin umringizda qilmagan rasxodlarni qilib yuborish ehtimoli paydo bo'ladi. Bu nafsda o'yinlar. Sizni pulingizga nafsiz xaridor bo'lishni boshlaydi. Shundan ham ehtiyot bo'lish kerak. Yo'q deya olish qobiliyatini o'zingizda zo'r shakllantirishingiz kerak. Yo'q. Shu instrumentni to'liq ishlatmagunimgacha yo'q deya olishingiz kerak. Meni o'zimda ichimdan o'tgan narsalarni ba'zilarini aytib beryapman-da. Har xil holat bo'ladi. Shu rasxod qilgingiz kelaveradi-da. Nima qilib bo'lsa ham shu pulni ishlatib yuborsangizda, qanaqadir qo'rquv paydo bo'ladimi? Pul to'plangan sari mana shu odat sizda shakllanib boradi-yu. Pul to'plab borganingiz sari shu pulni bitta qilib ishlatib yuborgingiz keladi-da. Eng katta tuzoqlardan bittasi mashina olib qo'ygingiz keladi, yoki mashinangizni yangilagingiz keladi, yoki bitta qimmat o'zingizga o'yinchoq xarid qilgingiz keladi. Misol uchun MacBookni zo'rini olgingiz keladi, iPhone'ni oxirgisini yoki kimgadir o'sha iPhone'ni sovg'a qilgingiz kelib qoladi. Nima qilib bo'lsa ham ana puldan qutulish. Xuddiki u pul uyda tursa yo'qolib qoladigandek, yoki boshqa egasi chiqadi, ishlab ketadigandek tuyulaveradi ichingizdan. Mana shu 4 ta tuzoq eng ko'pi
ko'p uchraydi. Shularga agar yo'q deya olsangiz, ma'lum vaqtdan keyin ana $10,000 pul yig'iladi. Xo'p, shu $10,000 pul yig'ildi. Bu pul sizni hayotingizni qanaqa o'zgartiradi? Nima beradi bu instrumentdan foydalanish sizga? Hozir o'sha paytdagi emotsiyalarimni, o'sha paytdagi fikrlarimni eslashga harakat qilyapman. Menda nima tasavvur bo'lgan? $10,000 yig'dim, to'plab qo'ydim. Birinchi o'rinda o'zimga nisbatan ishonchim oshgan. Shu narsani qila oldim. Bilish boshqa narsa ekan, hayotda o'sha instrumentdan foydalanish umuman boshqa narsaligini tirs miyamda bunday angladim-da. Shunaqa gaplar bo'ladi. Ya'ni birinchi $10,000 ni yig'ish $1,000,000 to'plashdan ko'ra qiyinroq. Misol uchun-da, Instagramda birinchi 10,000 ta podpishchini yig'ish 100,000, 1,000,000 podpishchini yig'ishdan ko'ra qiyinroq bo'ladi. Sababi sizni hech kim tanimaydi, videolaringizni rekomendatsiyaga chiqish qiyin. Ko'p gaplashamiz-da shu do'stlarimiz bilan. Birinchi $10,000 ham shunaqa qiyin ekanda yig'ilishi. Eshitilishi oson tuyulishi mumkin, lekin amalda qilayotganingizda men bir 15 ga yaqin insonga shu instrumentni aytdim-da, o'zim foydasini sezdim-ku, aytdim, qilib ko'ring dedim. Keyin javobini so'radim. Nima bo'ldi desam, qanchadir muddat qilyapman-da, ishlab ketib qolyapti. Qanchadir muddat qilyapman, ishlab ketib qolyapti. Qilolmadim deb javob berishdi. Kamdan kam odam shu 15 tadan chiqsa bir yo bitta yo ikkita odam eplay olgan, o'sha insonlarning rezultatini men hayot yo'lida ko'rdim. O'zimda o'sha payt nima fikr o'tdi? Birinchisi, o'zimga ishonchim oshdi. Shu narsani qila oldim. Pulga nisbatan disiplina shakllandi. Intizom. Birinchi marta pulga nisbatan intizomli bo'ladi. O'zi yoshligimda qo'limda pul turmasdi-da, tushsa ishlab ketaverardi. Pulga nisbatan shedris juda zo'r edi. Kimgadir nimadir olib qo'yardim, shirinlik olib yeb qo'yardim. Xullas pul yoshligimdan to'planmaganman, topganimni chayganman. Bu instrumentni qilish shuning uchun menga qiyin bo'ldi. Qilib bo'lganimdan keyin demak pulga nisbatan intizomli bo'lsa bo'lar ekan, buni imkoni bor ekan degan narsa shakllandi. Keyin pul to'playotgan paytimda investitsion takliflar chiqadi, bilsangiz. Davay pul tikib bunaqa ish qilamiz, foyda keladi degan takliflarga yo'q deyishimga to'g'ri keldi. Sababi $10,000 yig'masimdan turib, ana ishlarni qilib yorishim noto'g'ri edi, mumkin emas edi qoidasi bo'yicha instrumentni. Men ko'p shu bizneslarga yo'q deyishimga to'g'ri keldi. Oldin qilib ko'raverardim, o'xshasa pulim bo'lsa, taklif bo'lsa qilib ko'rardim. Yo'q deyishni o'rgandimda, yo'q deganimdan keyin ana bizneslarda keyin oxiri nima bo'lganini kuzatdim-ku. Qaradim, nima bo'ldi ular? Ko'pi o'xshamagan. Demak, pul tikayotgan paytda saralashni bilish kerak ekan degan fikr paydo bo'ldi menda. Pul to'plangandan keyin sirazi biznes chiqib qolsa investitsiya qilib yorish kerak emas, uni filtrlash kerak. Ko'proq yo'q deb, kamrog'iga deyish kerak ekan degan menda xulosa paydo bo'ldi. Ichimda qandaydir kuchni his qildim. Pul beldi quvvati deyshadi-yu. Ana erkak kishini pulsizlik sindiradi degan gaplar bor, o'shini teskarisi ekanda, ana pulingiz bo'lsa, qanaqa sal duh paydo bo'lar ekanda. Ko'p doxod topish duh bermaydi, lekin uyda umuman prosta tak pulingiz yotsa, boshqacha bo'lar ekan. Qarorlaringiz o'zgarib qolar ekan. Erkinroq qaror qabul qilar ekansiz. Riskka moyillik oshib qolar ekan. O'sha payt o'zimdagi fikrlashimdagi, qaror qabul qilishimdagi o'zgarishlarni hozir o'ylasam, umuman o'zgarib ketdi-da. O'sha voqeadan bir 3 oymi vaqt o'tib, Mersga pul yig'avdim-da. Qaror qildim, shu hozir topayotgan pulimdan yana alohida pul to'playman, Mers sotib olaman o'zimga. Yoshligimdan orzu qilgan Mersni bo'ldi, sotib olaman deb o'yladim. 3 oymikin vaqt ketdi, o'sha Mersni sotib oldim. Ungacha $60,000 pul to'plash meni umuman miyamga sig'masdi. Imенно shu instrument sabab bo'lgan birinchi inomarkamni orzuyimdagi mashinani sotib olishimga. Menda bo'lgan o'zgarishlardan bir qismi shu. Endi o'zi aslida yana qanaqa o'zgarishlar bo'ladi, men aytib beraman. Biznesimizda qanaqa o'zgarish bo'ldi? Ani to'plagan $10,000 nima qilish mumkinligi haqida o'yladim va savolimga yechim oqtardim. Bilmaydigan sohasiga investitsiya qilish bu ahmoqlik deb hisoblayman. O'zingiz bilmaysiz u sohani, demak filtrlay olmaysiz. Men bu pulni qayerga tiksam bo'lar ekan, qayerdan ko'paytirsam bo'lar ekan degan fikr paydo bo'ldi. Sababi u pul shunchaki chang bosib turmaslik kerak. Birinchi etap u pulni to'plash bo'lsa, ikkinchi etap eng xavfsiz yo'l bilan ko'paytirish. Pul topganichalik shirin narsa yo'q ekan. O'zingiz mehnat qilib pul topish bu bitta masala. Miyangizni ishlatasiz, taningizni ishlatasiz,
pul topasiz, bu bitta masala, lekin pulingizni pul topishligi umuman boshqacha kayf ekanda. Endi o'sha kayfni his qilmoqchi bo'lib, yo'lini axtarishni boshladim. Maslahat so'radim, o'rgandim, yana kitoblar o'qidim shu mavzularda. Ustozlardan maslahat olib ko'rdim va o'sha paytda menga eng yoqqan maslahat, tadbirkor agar oldi-sotdi biznesida bo'lsa, eng zo'r investitsiya bu xadovoy tovarga qilingan investitsiya. Men to'plagan pulimni olib, eng xadovoy tovarni arzonroqqa sotib olish yo'lini axtardim. Mana odatda biznesda nima bo'ladi? Pulimizni 10 kunda berishga olamiz tovarni, 10 kunda, 20 kunda berishga yoki borib naqdga olamizda pulimiz boricha olamiz. Lekin pulingiz bo'lsa, imkoniyatni kutib tursangiz, shunaqa paytlar bo'ladi, sizga arzonroq tovarlar taklif qilishadi. Naqdga bo'lsa, birdaniga ko'proq olsangiz arzonroq berishadi. Men shuni yo'lini axtardim. Qanaqa qilsam naqd pulimga arzonroq eng biznesimdagi xadovoy tovarni ola olaman. O'sha yerda daromad qilishni boshladim. Biznesimga qo'shimcha daromad paydo bo'ldi. Ana pul o'zidan o'zi ko'payishni boshladi va biznesimizda o'sish paydo bo'lishni boshladi. Ham duh paydo bo'ldi. Yangi risklarni bo'ynimga olishni boshladim. Menga shunaqa foydalar berdi biznesimizning ichida. Endi undan tashqari men payqamaganim qancha. Sababi bitta joyda tiqilib qolgan doxodimiz shu instrumentni foydalanishimizdan keyin biznesimizda keskin o'sish paydo bo'ldi. Yillik o'sishni aytadigan bo'lsam, Smart Life o'sha yili 1 yilda 10 karra o'sgan. Keyinchalik hisoblab ko'rganimizda o'sha yili Smart Life'da eng porlagan yili bo'lgan. Do'konlarimiz soni ko'paygan. Bu hammasi nimani? Sizni oldingi fikrlashingiz bilan yangi fikrlashingizni o'rtasidagi farqdan kelib chiqar ekanda. Odamni har oy pul topib chayib yurishi bilan kapitali paydo bo'lishidagi fikrlashning o'rtasida katta farq bo'lar ekan. Chunki biznes bu oldi-sotdi, marketing, instrumentlar, boshqaruv bo'ladigan bo'lsa, pulni ilmi bo'lsa, tikib ko'paytirish. 1 so'mingizni 2 so'm qilish, 2 so'mni 4 so'm qilish, 4 so'mni 8 so'm qilish. Qanaqa qilib bexavotir yo'l bilan pulingiz sizga pul topsin. Buni nima afzalligi bor? Pulingiz sizga pul topishda. Misol uchun biz odammiz, issiq jonmiz, mana siz ham men ham kasal bo'lishimiz mumkinmi? Mumkin. Kayfiyatimiz yo'qligida ishlay olmasligimiz mumkinmi? Mumkin. Lekin pul kasal bo'ladimi? Pulda kayfiyat bormi? Yo'q. Pul ishlaydi. Biz 24/7 ishlay olmaymiz, lekin pul 24/7 365 kun bizga pul qo'shimcha pul olib kelish uchun ishlashi mumkin-da. Shu narsalarni pul paydo bo'lgandan keyin o'ylashni boshlaysiz-da, tushunishni boshlayotgan odam. Bu haqida ko'p eshitgan bo'lishingiz mumkin, lekin qo'lingizda pul paydo bo'lsa, o'tirib, xo'sh, nima qilsam bo'ladi bu pulni? Qanaqa qilib ko'paytirsam bo'ladi deb o'ylasangiz, prям biznesning ichida emas, alohida pulingiz tursa, o'ylasangiz, vazmonchilar chiqqanda tanlasangiz, sizga keladigan imkoniyatlarga tayyor tursangiz, mana pul bor, imkoniyatlar sizga kelyapti, ichidan eng zo'rini tanlaysiz. Bu vahshiy zo'r-ku. Bundan olinadigan hissiyot boshqacha. Ertalabdan kechgacha biznes qilib, uni pulini bunga, buni pulini bunga, buni pulini bunga urishtiramiz-da. Odatda boshlang'ich biznesda shunaqa bo'ladi. O'zingizni pulingiz hech qachon yetmaydi. Doimiy ravishda postavchilardan pulini keyinroq berishga tovar olamiz, uni bunga qilamiz, urishtirib yuramizda. Doimiy oldi-sotdi, unga qarz berish kerak, bunga yopish kerak, bunga yopish kerak, oylik to'lash kerak, arenda berish kerak. Shunaqa fikrlaymiz. Lekin o'zingizda kapital paydo bo'lgandan keyin arenda keladimi, postavchiga pul yopish keladimi, shunaqa xotirjam bo'lib qolasiz. Erkin fikrlashni boshlaysiz. Mabodo 1-2 oy biznesingiz pul keltirmasa ham, zapasda pulingiz bor. Agar shu pul ko'payib borsa, sizda xotirjamlik, nima bo'lishidan qat'iy nazar rozilik kayfiyati va erkin qaror qabul qilish paydo bo'lar ekanda. Bu imенно bizda Smart Life'da rivoji uchun katta hissa qo'shgan instrument. Takrorlayman, buni eshitganman, buni bilaman deydigan odamlar topiladi. Kommentariyada ham yozinglar agar oldindan bilsalaring bu instrumentni. Lekin o'sha kommentda yozib qoldiringlar, hayotingizda foydalanib ko'rganmisiz shu instrument? Biron marta teginmasdan shu pulni 10 ming dollar nechidir oy prosta uyingizda turgan payti bo'lganmi? Imенно ishlab topgan pulingizni. Yo'q deya olganmisiz rasxodlar chiqqanda? Nafsiz ichkaridan davay shu pulga buni qilamiz, davay shu pulga buni qilamiz degan takliflarni berganda o'zingizga yo'q deya olganmisiz?
Mana shu narsani bir o'ylab, tafakkur qilib ko'ring va albatta instrumentdan foydalanib, shu videoni keyinchalik topib, shu instrument menga foyda berdi yokida yo'q, hech qanaqa foyda bermadi. Shu hayotimda foydalanib ko'rdim. Bo'lgan natijasini shu video tagiga yozib ketinglar, chunki yillar mobaynida YouTube'da bu video turadi. Endi ko'rayotgan odam 5 yildan keyin qani qo'llab ko'rganlar bormikan desa, sizni videoyingiz sabab bo'lib shu instrumentni qo'llab zakot beradiganlardan bo'lib ketsa ajab emas. Katta ehson qiladiganlardan bo'lib ketsa ajab emas. Yurtimizga foydasi tegadigan gigant shaxslardan bittasiga shu video sababchi bo'lib qolsa, men juda ham xursand bo'laman. Sizlar bilan Ibrohimjon Emirov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha